Jahannamda mutakabbir kimsalar uchun joy yo'qmidi? Albatta bor. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Qiyomat kunida Alloh sha'niga yolg'on so'zlagan kimsalarni yuzlari qoraygan holda ko'rasiz. Jahannamda mutakabbir kimsalar uchun joy yo'qmidi? Albatta bor. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Alloh taqvo qilgan zotlarni yutuqlari sababli oxirat azobidan qutqarur. Ularga biror noxushlik ham yetmas va ular g'amgin ham bo'lmaslar. Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil. Alloh barcha narsaning yaratuvchisidir. U barcha narsaga vakil, homiydir. Lahu maqalidus samawati wal ard والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Osmonlar va yerning kalitlari undadir. Alloh oyatlariga kofir bo'lgan kimsalar ana o'shalargina ziyon ko'ruvchilardir. Qul afa g'ayrallohi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ey Muhammad, mushriklarga ayting, hali sizlar meni Allohdan o'zgaga ibodat qilishga buyuryapsizmi, ey nodonlar? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dar haqiqat sizga va sizdan oldingi payg'ambarlarga shunday vahiy qilingan edi. Qasamyod etamanki, agar mushrik bo'lsang, albatta qilgan amaling behuda ketur va albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolursan. Balillaha fa'bud wa kun minash shakirin. Balki faqat Allohgagina ibodat qilgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ular Allohni haqqoniy ravishda qadrlamadilar, tanimadilar. Butun yer qiyomat kunida uning bir tutamidir. Osmonlar esa uning qo'liga yig'iluvchidir. U ularning keltirayotgan shirklaridan pok va yuksakdir.